Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari. Bizni uzoqdan kuzatib borayotgan aziz do'stlar, barchalarga alingalik salom. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etayotganlar uchun barchalaringga kattakon rahmat aytib qolamiz do'stlar. Do'stlar, mana hozir Bishkek shahrini Baytosh degan Baytosh emas, uzr. Qo'ytosh degan joyda ekanmiz hozir. O'sha yerdan video obzor qilib boryapman do'stlar. Ko'rib turganingizdek tungi manzara. Soat hozir 8:30-9 bo'lib qoldi kechki. Havo darajasi yaxshi, unchalik sovib ketgani yo'q.